Yangisini aytib beraman. Yangisini aytib beraman aka. Yaqinda Farg'onada bog'da yuribman endi. Kutubxonaga ketyapman. Mashina kirmaydi. Bu yerga ketatsam bitta qiz. Shunaqa chiroyli qiz. Shunaqa qizlar bo'ladi aka, bunday qarasangiz tanishimmikin, nomerimni beraymikin deb xayol kelib qoladi. Nima qilishni bilmayman-da, ana qizga qanday nomerimni bersamikin deb oxir topdim. 100 ming so'mligiga telefon nomerimni katta qilib yozdim-da, "Senim kechirasiz, plyus tushib qoldi" desam, "Voy, rahmat aka" dedi. Nomerim yozilgan 100 ming so'mlik cho'ntagiga soldi, ketib bordi. Endi orqasidan yuribman-da, hozir bunday telefon qilib qolsa, orqasidan deb qaraman tursam, lavashxonaga kirdi. Chiqdi, taksiga o'tirdi, surdi. Student qiz. 100 mingga xuladim deb aka uyga keldim. Kech payt yotsam, begona nomerdagi SMS keldi-da aka. "Salom, yaxshi yetib oldingizmi?" degan. Dedi, "Ana qiz keldi." Rahmat, o'zingiz qalaysiz?" desam, "Yaxshi" dedi. "Qatlardasiz endi?" desam, "Lavashxonada" deydi. "Nima qilyapsiz?" desam, "Men lavashxonachiman, hali kirdingiz oldimga" deydi. "Ismingiz nima?" desam, "Akmal" deydi. "Akmal" desam, "Ha" deydi. "Ikki men bilsam, anu men bergan 100 ming so'mlikka kirib lavash olgan. Lavashchi bola u xayolida qizga yozyapman, menga yozyapti. Puldagi nomer meniki-ku. To'xta dedim. Men ismim Elmurod, adashdingiz degim keldi aka. Lekin nimaga u birinchidan birovni qiziga SMS yozyapti aka? Nimaga birov klientiga shuna muomala qilyapti? Uni jazolash kerakmi aka? To'xta dedim. "Xursandman tanishganimdan" dedim. "Ismingiz nima?" dedi. "Elmira" dedim. "Lavash yoqdimi?" dedi. "Rosa yoqdi. Dugonam bilan o'tirdik. Agar pulim bo'lganda, stipendiyam chiqqanda yana ikkita yer ediku, afsus stipendiyam yo'q, pulim yo'q. Pulim bo'lganda olarman" desam, "Lakatsa tashing, chiqarib yuboraman dastlabga qilib" dedi. Aka lakatsani tashlab berdim. Dugonam Bahodir bilan Ola. Bekorchilikda o'tiruvdi aka. Aka oshqozon separator aka. Og'iz mesorobkada qilishlaydi. Shunaqa lavash keldi aka, oldida kolalari, so'klari, podarkalari bilan keldi-da. Yana ertalabda bugun ish qatdan pul topsamikin deb qiyshayib turadi erkak kishi. Shu turganingizda telefonga qarasangiz, "Jonim, xayrli kun." "Nimaga kech payt yozmadingiz" deydi. Iploska endi to'g'risini aytay deyapman. Yoqyapti-da, tekindan qonningiz to'yib tursa aka. Dugonam Bahodir aytadi, "Lavash aytib yuboring unga" deydi. "Yigitingizga" deb qadi yana. Hozir iploska yozaman aka. "Nima, instan chiqdik, stipendiya ertaga tushar ekan, lavash jo'natib olmaysiz." Jo'natadi-da aka. Jo'natadi. O'tiribmiz-da, "Nimaga kecha yozmadingiz" deydi. "Paynetim tugab qolibdi, pulim yo'qda, telefonim o'chib qolibdi." Paynetlar qiladim. Bayramlarda qanaqadir suvenirlar, gullar keladi aka. O'zimiz anaqa suvenir sotadigan do'konim bor-da. Ana iplos jo'natgan narsani o'sha yerga olib kirib qo'yib qo'yaman. 8-mart kuni kirib kelibdi bitta bola. "Ermot aka, eng qimmat suveniringiz qaysi?" dedi. "Mana desam, "Nech pul?" dedi. 700 ming desam, "Gul bilan" dedi. "Shuni bitta adresga jo'natib bering" dedi. "Bo'l, nomerini bering" desam, o'zimni nomerimni aytayapti ana. "Bo'l, aka jo'natib yuboramiz, xavotir olmang." Shu chiqib joyiga qo'yib qo'y dedim. Kechga yozib qo'ydim, "Rahmat sovg'alar uchun" deyman. Oxiri to'yda shikilida, rasxod qilaverdi-da. "Elmot aka" deydi. "Elmot aka" deb uzr. "Elmiraxon" dedi. "Nima, men sizni ko'rganman. Chiroyli qizsiz. Men hozir ishonmayapman, shubha paydo bo'ldi. Shunga bir ovoz jo'nating" dedi. "Qanaqa qilib yotibsiz?" deydi menga qarab. Biz yozamiz qizlarga. Endi qanday yotganini o'zim bilaman aka. Oldimda o'ri, futbol ko'ryapman. Yonboshlab deb qaraman. "Qanaqa kiyimdasiz" deydi. O'zi bitta tursida turilibdi. "Lyamkada" deyman, o'ladi-da. Yana aytadi, "Ovoz jo'nating" dedi. Oxiri ovoz "Ya qo'ysangizchi, hali erta" desam, "Ovoz jo'nating, ishonmayapman" dedi. Bu ananga jo'natmasangiz xafa bo'lib yig'ishtirib yuboradigan-da. Boquvchingiz yo'qotsangiz qanaqa xafa bo'lasiz aka? Ovoz topdim aka. "Ovoz jo'nating" dedi. Dedim. "Yana" dedi. Dedim. Aka bilan bor-ku. Ruboyga tushar ekan. "Sizga kelganmi?"
deydi. Aka bilan kelsa bor aka. Ishaning o'g'il bola u. Xudoga shukr hali ham gaplashib yuribmiz. Endi konsertda e'lon qilaman lekin iplosni. Konsertda shunday mana raqam, mana lavashxona egasi deb shuni olib chiqib qo'yib bermoqchi. O'shanda birovda qizga gap o'tmaydi. To'g'rimi aka? To'g'ri, qarsaklar bo'ladi endi. Shu joyda. Elektriklar qaysi tomonda? Elektriklar. Hamma elektrikmi? Do'konchilarchi? Oma elektriklar eplab olmayapti aka. Voy, men hayotimda uyga elektrik chaqirmaganman. Bir remont qildirgan odam emasman. Endi yosh bo'lganmiz, yaqinda o'zimni boshimga tushdi. Uyda usta ishlatdik. Aka dedi, yaxshi elektrik kerak dedi, kabellaringiz dedi. Bo'ldi dedim. Elektrik keldi aka. Men endi hayolimda biz ana elektriklarni qanat zavodda ishlaganman. Ha, kiyimlar, men beraverasiz deydi degan xayolda hali ham. Aka kirib keldi elektrik. Men undan so'rashyapti-da, chiqanog'i bilan. Qo'l cho'ntaydi. Qalaysiz deydi. Elektriklar aka mana shunaqa qilish kerak desam, bitta zo'r gapi bor ekan. Shu birinchi psixikangizga bitta udar beradigan gap bor ekan. Bizdan oldin kim ishlagan bitta deganda tugadingiz-da aka. Sizdan oldin dunyodagi eng zo'r elektrik kelgan bo'lsa ham aybini topib berar ekanda. Bu kabel avtomatni ham, umuman shitni ham qarang. Vahima hisob qiladi aka, bu portlab ketishi ham mumkin. Bir xudo asratdi deydi. Bir xudo asratdi. Kabelni qarang, yong'in chiqib o'techka bo'lib. To'kam o'ynab turibdi. Ha, o'ynab. Ash xaladinni, televizorlar kuyishi ham shundan-da. Shunaqa bo'lmasa, unaqa bo'lmagan. Lekin shunaqa gapiryapti. Aka nima qilsa bo'ladi desam, endi qimmatroq bo'ladi dedi. Qilib beraman. 1-2 soatda bo'ladi, men hazillashyapsizmi? Kam 10 kun dedi. Xo'p, o'pshi qancha beraman? Xayolimda bir $100 bersam, narsalar olib bersam, pishdi desam, qancha bo'ladi aka desam, tochkasi $20-30 dan qilamiz-da deydi. Tochkasi yurar ekan elektriklar. Nechta tochka bor hozir uyda desam, bir 40 ta bor deydi. 20 ta desam, topamiz biz 40 ta o'zimiz qilib olamiz deydi. Pul tayyorlayvering, tochkadan muammo yo'q deydi. Aka 10 kunda qilaman degan odam 17-kuni ham telefon qilaman. Aka bo'p qoldimi desam, jicha qoldi. Elmurodjon qattasiz? Ko'chadaman desam, yo'lingizda xo'zmaymiz deb atverka olib oling. Ish buyruq urar ekan. O'zimga oldirdi-da hamma narsani. Oxiri 22-kuni, tugatdilaringizmi aka desam, Elmurodjon tugatdi, ani qolgan qutgan narsalar podvalga olib tushib qo'ydigan ekansiz. Ha, olib tushib qo'ydilar desam, olib tushdi. Xo'sh desam, kompot bekitgan ekansizlar deydi. Shunaqa eplab olmayapti aka. Mama elektriklarga respekt, qoyil, qarshi chop qo'yamiz. Gap yo'q lekin. Traktorchilar ham bir tengda aka. Do'konchilar ham aka elektriklar bo'lmasa, yuraveradi pashsha qo'rib. To'g'rimi aka? Masalan, tumanning hokimi kelsa, do'konchilar turmaydi-da o'rnida. Elektrik kelsa, nima xizmat aka turadi-da. Qo'l qolish kerak. Men nimaga elektriklar so'radim? Akalar mana 3 ta ko'rib turibsizlar-a? Bir qatirib qo'yishibdi-yu. Ha, tagida bor ekan. Hozir 3 ta o'ziga ishongan, men elektriklikni juda tez qilaman degan 3 ta odam xohlovchilar bo'lsa chiqinglar. Kichkina o'ynaymiz. Mana shu 4 tani kim birinchi qatirib ishlatib bersa, o'shanga qimmat sovg'a bor. Sovg'ani ham aytishim mumkin, smart televizori beriladi. Kim? Yo'q, batta tanish bilish yo'q. Xohlagan 3 kishi. Xohlagan 3 kishi. Hali siz menga o'xshar ekansiz, chiqing desam bo'lmaydi. Tak. Yo'q, tepaga. 1 2 to'xtang aka, siz to'xtang. Kelyapman aka, mana yosh katta odam chiqadi. Bilasiz, biz korrupsiya. Tanish bilishchilik. Tanishmasmiz aka. Prosta birinchi turdida o'nlardan. Akalar xush kelibsizlar, sekin. Hali ish boshlamay turib sindiradi deysizlar, bichkami. Assalomu alaykum. Qayerdan aka? Qamashidan. Ismingiz? Ilhom akam. Qamashidan kelganlar bormi? Bor ekan. Siz qayerdan? Ismingiz nima? Endi hammaga ismingiz nima? Abubakir Qarshidan. Ha? Shahrisabzdan. Sizchi-mi? Shahrisabz. Ismingiz yo'q. Fazlin aka. Bo'ldi.
bittadan egallab olinglar. Farhod aka materiallar topshirasiz, material deydimi? Mahsulotlarni olib ko'rib olinglar. Mana shu to'ralasiga aka, mana birinchisiga ikkitali включатель qo'yiladi. Eslab qolinglar aka. Eslab qolinglar. Birinchisiga ikkitali, ikkinchisiga bittali, uchinchisiga demir regulyator qo'yasizlar, to'rtinchisiga rozetka qo'yiladi. Eslab qoldingiz-a? Eslab qoldim. Birinchisiga regulyator, nima deysiz? Eslab qoldingiz-a? Siz tekshirib oling, ko'rib oling, tayyorlab olinglar. Bitta aka tezlik kerak. Suv kabi bo'lishlaringiz kerak. Tezlik kerak. O'tirganimga kichkina ko'rinyapti, nima deysiz? Aka olma yutqizib qo'yib, mana oktagonliga jang so'rab yurish yo'q lekin. Mana tok bor. Faqat bitta iltimos, ana zlarga biz javob bermaymiz. O'yin boshlayapmizmi? 1 2 3. Kuchlik yutaversin, qarsak bo'lsin akalar. Qarsak bo'lsin. Biz ungacha qo'shiq eshitib turamiz, a? Yo'q qolsalar chaqiraylik. Vah, mazgi. Bo'lsa yomon emasdi deydi. Qo'shiq Abror Do'stovni yana bir bor sahnamizni qo'shiq maydoniga taklif qilamiz. Akalar mabodo qanaqadir qo'shiq eshitgilaringiz kelsa, so'rasalaringiz bo'ladi. Masalan, o'sha hozir ijodni ko'rib turibsizlar. Shunaqangi ohangli qo'shiqlar so'raysizlar, allakamovutlarda aytib beringlar, kerak emas. O'ziga mos qo'shiqlar so'rarasizlar. Akalarimizga omad, Abror Do'stov, marhamat.